Ba'zi texnologiyalar bor, ular haqida ochiq gapirilmaydi. Chunki gapirilsa, u o'z kuchini yo'qotadi. Chunki bu texnologiya shovqin bilan emas, sukut bilan ishlaydi. U e'lon qilinmaydi, namoyish etilmaydi, reklama qilinmaydi. Ammo u mavjud. Va aynan shu mavjudlik dunyodagi eng kuchli quroldir. Odamlar ko'pincha savol beradi: agar bu texnologiya shunchalik kuchli bo'lsa, nega uni hech kim ko'rmagan? Javob juda oddiy. Chunki ko'rish shart emas. Uni sezish kifoya. Ba'zan qarorlar o'zgaradi. Ba'zan rejalar bekor qilinadi. Ba'zan jimlik g'alaba bo'ladi. Ana shu paytda bu texnologiya ishlagan bo'ladi. Dunyoda urushlar faqat qurol bilan boshlanmaydi. Ular ishonch bilan boshlanadi. Ishonch yo'qolsa, urush ham yo'qoladi. Bu texnologiya aynan ishonchni nishonga oladi. Qarshi tomonni shubhada qoldiradi. Har bir harakatdan oldin ikkilanishga majbur qiladi. Eng xavfli qurol ham ikkilanayotgan holda kuchsiz bo'ladi. Bu texnologiya raketadan tezroq. Chunki raketa uchishi uchun buyruq kerak. Bu esa buyruqning o'zini yo'q qiladi. Qaror qabul qiluvchi shaxs har safar bir xil savolga duch keladi. Agar men boshlasam, javob bo'ladimi? Agar javob bo'lsa, qayerdan keladi? Agar keladigan bo'lsa, men bunga tayyormanmi? Shu savollar bir soniya ichida o'nlab strategiyani yemirib yuboradi. Shuning uchun ham bu texnologiya haqida ochiq gapirilmaydi. Chunki gapirilsa, u faqat texnika bo'lib qoladi. Texnikaga esa moslashish mumkin. Ammo noma'lumlikka moslashib bo'lmaydi. Bu texnologiyaning eng katta kuchi ham shunda. Ko'pchilik davlatlar kuchini ko'rsatishni yaxshi ko'radi. Paradlar o'tkaziladi. Sinovlar namoyish etiladi. Raqamlar aytiladi. Ammo haqiqiy kuch hech qachon sahnaga chiqmaydi. U yopiq xonalarda, jim majlislarda, ko'rinmas qarorlarda yashaydi. Bu texnologiya aynan o'sha joyda mavjud. Agar e'tibor bersangiz, ayrim voqealarda hamma narsa tayyor bo'ladi, lekin oxirgi lahzada to'xtatiladi. Hech qanday rasmiy sabab aytilmaydi. Faqatgina vaziyat o'zgardi deyiladi. Aslida esa vaziyat o'zgarmaydi. Faqat kimdir vaziyatni boshqacha ko'ra boshlaydi. Bu texnologiya inson ongini uradi. U temirni emas, fikrni sindiradi. Chunki temirni tiklash mumkin. Fikr esa bir marta sinib bo'lsa, uzoq vaqt tiklanmaydi. Aynan shuning uchun ham bu texnologiya eng xavflisi hisoblanadi. Uning nomi boshqacha bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarda uni tizim deb atashadi. Ba'zi joylarda dastur. Ba'zilar esa umuman nom bermaydi. Chunki nom berish mavjudligini tan olish demak. Tan olish esa kuchni kamaytiradi. Bu texnologiya hech qachon bitta davlatga bog'lanmaydi. Chunki O'zbekiston haqida gap ketganda ham ko'pchilik tashqi ko'rinishga qaraydi. Ammo haqiqiy o'zgarishlar doim jim bo'ladi. Laboratoriyalarda, yopiq sinovlarda, bahsli g'oyalarda. Bu texnologiya ham shunday shakllangan bo'lishi mumkin. Uni ko'rsatish shart emas. Uni his qildirish kifoya. Bu texnologiya haqida gapirmaslik, uni yashirish emas. Uni himoyalashtir. Chunki ochiq bo'lgan har qanday narsa oxir-oqibat qarshi chorani tubdiradi. Bu esa qarshi chorani emas, qo'rquvni tubdiradi. Qo'rquv esa eng arzon, eng samarali va eng barqaror quroldir. Dunyo jim bo'lib qolganda bu bejiz emas. Ba'zan jimlik kelishuv emas. Ba'zan jimlik ogohlantirishdir. Va ba'zan jimlik eng baland signal bo'ladi. Bu texnologiya aynan shunday signallar orqali ishlaydi. Hech kim ochiq gapirmaydi, chunki gapirilsa savollar ko'payadi. Savollar esa izlanishni boshlaydi. Izlanish esa iz qoldiradi. Bu texnologiya esa izsiz bo'lishi kerak. U faqat natijada ko'rinadi. Natija esa doim kech bo'ladi. Aynan shu sababli odamlar bu texnologiya haqida faqat taxmin qiladi. Lekin taxminning o'zi ham yetarli. Chunki taxmin qarorni sekinlashtiradi. Sekinlashgan qaror esa ko'pincha bekor qilinadi. Bekor qilingan qaror esa g'alaba demak.
Agar xohlasang, keyingi xabarda keyingi katta qismni davom ettiraman, yanada chuqurroq, yanada qorong'i va yanada kuchli dramatik burilishlar bilan.